Agar siz pensiya, nafaqa, subsidiya, soliq, kommunal to'lov, kadastr, avtomobil jarimasi, bank krediti yoki tadbirkorlik bilan bog'liq biror ishni keyinroq qilaman deb yurgan bo'lsangiz, iyulgacha vaqtni boy bermang. Chunki iyul oyidan boshlab ko'plab tartiblar, tekshiruvlar, to'lovlar va hujjat talablarida o'zgarishlar kuchga kirishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Kim zudlik bilan harakat qilishi kerak? Kim xavotir olmasa ham bo'ladi? Qaysi hujjatlarni tekshirish kerak va eng muhimi, 1 iyulgacha nimalarni bajarib qo'yish foydali? Bu ma'lumot har bir xonadonga tegishli. Chunki bitta kichik xato, masalan, telefon raqami eskiligi, pasport ma'lumoti yangilanmagani, kadastr hujjatidagi nomuvofiqlik yoki soliq qarzdorligi ertaga sizga nafaqa, subsidiya, kredit, shartnoma yoki davlat xizmatidan foydalanishda muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Men sizga keraksiz gaplarsiz amaliy va tushunarli qilib hammasini aytib beraman. Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjat, mahalla ma'lumotnomasi, idoraga borib ariza yozish yoki tanish bilish orqali aniqlashtirish bilan hal bo'lardi. Masalan, odam nafaqa olmoqchi bo'lsa, mahallaga borardi, keyin tuman bo'limiga kirardi, keyin yana bitta ma'lumotnoma yetishmasdi. Tadbirkor soliq masalasini bilmoqchi bo'lsa, hisobchi bilan gaplashardi yoki soliq inspeksiyasiga borib so'rardi. Uy egasi kadastrdagi ma'lumotni faqat oldi-sotdi paytida eslardi. Jarima bor yo'qligini esa ko'pchilik mashinani sotayotganda yoki bank kartasidan pul yechilganda bilib qolardi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Davlat xizmatlari, soliq, kadastr, bank, kommunal, pensiya, ijtimoiy himoya va jarimalar tobora elektron tizimlarga bog'lanmoqda. Bu bir tomondan qulay, navbat kamayadi, hujjat tez ko'rinadi, ariza onlayn beriladi. Lekin ikkinchi tomondan tizimdagi bitta noto'g'ri ma'lumot sizni avtomatik ravishda ro'yxatdan chiqarib qo'yishi, imtiyozni to'xtatishi yoki qarzdor sifatida ko'rsatishi mumkin. Eng ko'p muammo ham shundan chiqadi. Odam men hammasini to'g'ri qilganman deb o'ylaydi. Lekin tizimda telefon raqami eski, pasport seriyasi yangilanmagan, uy kadastri boshqa familiyada, daromad ma'lumoti noto'g'ri ko'rinadi yoki eski qarzdorlik yopilmagan bo'ladi. Iyul oyidan oldin bunday narsalarni tekshirib qo'yishning sababi shuki, odatda yilning ikkinchi yarmida ko'plab hisob-kitoblar, qayta tekshiruvlar, yangi tariflar, yangi limitlar, yangi hisobot davrlari va yangi ariza jarayonlari boshlanadi. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Men sizni oldindan tayyorlab qo'ymoqchiman. Chunki muammo chiqqandan keyin yugurish boshqa. Muammo chiqmasdan oldin 20 daqiqa sarflab tekshirish boshqa. Birinchi navbatda kimlar xavotir olishi kerak? Eng avvalo, davlatdan biror turdagi yordam oladiganlar. Bunga pensiya, bolalar nafaqasi, moddiy yordam, ijtimoiy nafaqa, uy-joy subsidiyasi, kommunal kompensatsiya yoki boshqa imtiyozlar kiradi. Agar sizning oilangiz ijtimoiy reyestrda bo'lsa, daromadingiz, oila tarkibingiz, yashash manzilingiz, bank kartangiz va telefon raqamingiz to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi shart. Chunki tizim aynan shu ma'lumotlarga qarab qaror qiladi. Misol uchun, bir oilada ota vaqtincha ishga kirgan, oyiga 2 million so'm oladi. Lekin bu daromad tizimda noto'g'ri ko'rinib, oila umumiy daromadi yuqori deb chiqishi mumkin. Natijada bolalar nafaqasi rad etilishi ehtimoli bor. Yoki aksincha, odam ishidan chiqqan, daromadi kamaygan. Lekin tizimda eski ma'lumot turgani uchun yordamga muhtojligi ko'rinmaydi. Shuning uchun iyulgacha mahalla ijtimoiy himoya bo'limi yoki my.uz orqali oilaviy ma'lumotlaringizni tekshirib qo'yish kerak. Ikkinchi toifa, kadastr va uy-joy hujjati bor odamlar. Ko'pchilik uyda yashaydi, kommunal to'laydi, lekin kadastr hujjatini yillab ochib ko'rmaydi. Uy otasining nomida, egasi vafot etgan, meros rasmiylashtirilmagan, uy maydoni hujjatda boshqa, amalda boshqa, qo'shimcha qurilma kiritilmagan. Bunday holatlar keyinchalik sotish, garovga qo'yish, subsidiya olish, rekonstruksiya qilish yoki kompensatsiya masalasida katta muammo beradi. Masalan, hujjatda uy 7 kvadrat metr, amalda esa 20 kvadrat metr bo'lsa, tizimda nomuvofiqlik chiqishi mumkin. Yoki uy egasi sifatida boshqa odam turgani uchun ariza berayotgan fuqaro mulk egasi emas deb rad javobini oladi. Uchinchi toifa, tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Iyuldan oldin soliq qarzdorligini, elektron hisob varaq fakturalarini, kassa apparati holatini, ijara shartnomalarini, xodimlar bilan tuzilgan mehnat shartnomalarini va faoliyat turini tekshirib qo'yish juda muhim. Masalan,
Kichik do'kon egasi oyiga 30 million so'm aylanma qiladi, lekin kassa orqali hammasi o'tmaydi. Oldin bu sezilmagandek tuyulgan bo'lishi mumkin. Lekin elektron tizimlar bank aylanmasi, terminal tushumi, elektron faktura va soliq hisobotini solishtirganda tafovut ko'rinadi. Natijada savol tug'iladi: nega bankda tushum bor, lekin hisobotda kam? Bunday savolga tayyor bo'lish kerak. 4-toifa avtomobil egalari: jarimalar, sug'urta muddati, texnik ko'rik, ishonchnoma, avtomobil egasi ma'lumoti va qarzdorliklarni tekshirib qo'ying. Oddiy misol. Siz mashinani do'stingizga ishonchnoma bilan bergansiz. Jarima kelgan, lekin siz bilmagansiz. Keyin kartangizdan pul ushlab qo'linadi yoki avtomobil bilan bog'liq xizmatdan foydalana olmaysiz. Yana bir misol. Sug'urta muddati tugagan, siz esa hali vaqt bor deb o'ylaysiz. Yo'lda tekshiruv bo'lsa, jarima masalasi chiqadi. Shuning uchun avtoulov bo'yicha ma'lumotlarning YXX tizimi mypod.buz yoki tegishli ilovalar orqali ko'rib chiqing. 5-toifa kredit, muddatli to'lov yoki aliment majburiyati borlar. Banklar va majburiy ijro tizimlari elektronlashgani sari qarzdorliklar tez ko'rinadi. Siz 2000 so'mlik eski jarimani yoki 2000 so'mlik qoldiq to'lovini unutgan bo'lishingiz mumkin, lekin tizim unutmaydi. Kredit olishda, plastik kartadan foydalanishda, chetga chiqishda yoki davlat xizmatini olishda shu mayda qarz katta to'siqqa aylanadi. Men ko'p ko'rgan holat: odam uy-joy krediti olmoqchi bo'ladi, bankka boradi. Hamma hujjati joyida, lekin eski majburiy ijro qarzdorligi chiqadi. Uni yopish, tizimdan o'chirish, ma'lumot yangilanishini kutish bir necha kun vaqt oladi. Agar bu ishni yil-yilgacha tekshirib qo'ysangiz, o'zingizni ortiqcha asabdan saqlaysiz. Endi kimlar unchalik xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizning pasportingiz, yashash manzilingiz, kadastringiz, soliq holatingiz, kommunal hisoblaringiz, bank kartangiz, telefon raqamingiz va qarzdorliklaringiz tartibda bo'lsa, siz vahimaga tushishingiz shart emas. Lekin baribir bir marta tekshirish zarar qilmaydi. Chunki ko'pincha odam o'zida muammo borligini tekshirmaguncha bilmaydi. Men hech qachon qarz bo'lmaganman degan odamning nomida eski telefon raqamga bog'langan jarima chiqishi mumkin. Uy o'zimniki degan odamning kadastrida meros masalasi yopilmagan bo'lishi mumkin. Nafaqam to'xtamaydi degan odamning bank kartasi muddati tugab qolgan bo'lishi mumkin. Endi istisnolar va ko'pchilik sezmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala: ro'yxatda turish manzili bilan haqiqiy yashash manzili. Ko'p odam bir joyda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi. Bu oilaviy nafaqa, subsidiya, kommunal to'lov, maktab, bog'cha, poliklinika va soliq masalalarida muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, siz Toshkentda yashaysiz, lekin ro'yxatingiz viloyatda. Siz bolangizni bog'chaga joylamoqchi bo'lasiz yoki ijtimoiy yordamga ariza berasiz. Tizim sizni boshqa hudud fuqarosi sifatida ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun manzil masalasini oldindan aniqlashtiring. Ikkinchi nozik masala: telefon raqam. Hozir ko'p xizmatlar SMS orqali tasdiqlanadi. Agar May, Donkap, Uz, bank, soliq, kommunal yoki ijtimoiy tizimda eski telefon raqamingiz turgan bo'lsa, siz xabarnoma olmaysiz. Eng yomoni, kimdir eski raqamni ishlatayotgan bo'lsa, muhim xabar boshqa odamga ketishi mumkin. Shuning uchun barcha davlat va bank xizmatlarida telefon raqamingizni yangilang. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin amalda eng ko'p muammo aynan shundan chiqadi. 3-nozik masala: familiya o'zgargan ayollar. Turmush qurgandan keyin familiya o'zgargan, lekin bank kartasi eski familiyada, diplom eski familiyada, kadastr eski familiyada, soliq tizimi yangi familiyada bo'lishi mumkin. Bunday nomuvofiqlik ariza tekshirilganda savol tug'diradi. Agar siz yaqinda turmush qurgan bo'lsangiz, ajrashgan bo'lsangiz yoki familiyangizni o'zgartirgan bo'lsangiz, pasport, bank, kadastr, pensiya va soliq ma'lumotlarini bir-biriga moslashtiring. 4-nozik masala: meros. Ota-onadan qolgan uyda yashayotgan, lekin merosni rasmiylashtirmaganlar juda ko'p. Odamlar hamma biladi, bu uy bizniki deb yuradi. Lekin tizim hamma biladi degan gapni tan olmaydi. Tizim hujjatga qaraydi. Agar kadastrda marhum odam tursa, siz uy bo'yicha ko'plab xizmatlardan to'liq foydalana olmaysiz. Meros masalasini notarius orqali ko'rib chiqing. Kerak bo'lsa, qarindoshlar bilan kelishuvni hujjatlashtiring. Bugun qiyin ko'ringan ish ertaga katta nizoning oldini oladi. 5-nozik masala: kommunal hisoblar. Elektr, gaz, suv chiqindi. Issiqlik yoki boshqa to'lovlarda shaxsiy hisob raqam kimning nomida ekanini tekshiring. Ko'p holatda uy egasi boshqa,
Kommunal hisob boshqa odam nomida bo'ladi. Uy sotilgan, lekin hisob eski egada qolgan bo'ladi. Keyin qarzdorlik kimga tegishli? To'lov kimdan talab qilinadi? Yangi xizmat kimga ulanadi degan savollar chiqadi. Agar siz uy sotib olgan bo'lsangiz, faqat kadastrni emas, kommunal shaxsiy hisoblarni ham o'z nomingizga o'tkazish kerak. 6-nozik masala tadbirkorlikda faoliyat yuritmayapman deb o'ylash. Ayrim odamlar yuridik shaxs ochgan, yakka tartibdagi tadbirkorlik ochgan yoki o'zini o'zi band qilgan, keyin faoliyatini to'xtatgan, lekin rasmiy yo'qmagan. U men ishlamayapman-ku deb o'ylaydi. Lekin tizimda faol subyekt sifatida turishi mumkin. Hisobot topshirish, soliq majburiyati, ijara, kassa yoki boshqa talablar paydo bo'lishi ehtimoli bor. Agar faoliyat qilmayotgan bo'lsangiz, holatingizni soliq kabinetida tekshiring. Kerak bo'lsa, vaqtincha to'xtatish yoki yopish tartibini so'rang. 7-nozik masala talabalar va kontrakt to'lovlari. Agar oilangizda talaba bo'lsa, kontrakt ta'lim krediti, soliq chegirmasi, stipendiya, yotoqxona va ijtimoiy yordam masalalarini ham oldindan ko'rib chiqing. Masalan, ota-ona farzandi kontraktini to'lagan bo'lsa, ayrim holatlarda daromad solig'i bo'yicha imtiyoz yoki qaytarim imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun to'lov hujjatlari, shartnoma va to'lovchi ma'lumotlari mos bo'lishi kerak. Agar pul boshqa odam kartasidan to'langan bo'lsa, keyin hujjat yig'ish qiyinlashadi. Endi eng muhim qism, siz bugun nima qilishingiz kerak? Men buni aniq ketma-ketlikda aytaman. Birinchi qadam my.gov.uz portaliga kiring. Agar elektron raqamli imzo yoki onaga orqali kira olsangiz, shaxsiy kabinetingizni tekshiring. Pasport ma'lumotlari, manzil, telefon raqam, oila tarkibi, arizalar tarixi va xabarnomalarni ko'ring. Agar kira olmasangiz, yaqin davlat xizmatlari markaziga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, telefon va kerakli hujjatlarni oling. Ikkinchi qadam, soliq holatini tekshiring. Soliq ilovasi yoki shaxsiy kabinet orqali jismoniy shaxs sifatida mol-mulk solig'i, yer solig'i, ijara daromadi, tadbirkorlik qarzdorligi va boshqa majburiyatlar bor yo'qligini ko'ring. Agar 20 ming, 50 ming, 1 ming so'mlik qarz chiqsa ham, mayli keyin to'layman demang. Uni yopib qo'ying va to'lov kvitansiyasini saqlang. Chunki mayda qarz ham tizimda cheklov yoki kechikish sababiga aylanishi mumkin. 3-qadam. Kadastrni tekshiring. Uy, yer, do'kon, garaj yoki boshqa mulkingiz bo'lsa, kadastr hujjatida egasi kim, maydoni qancha, manzili qanday yozilgan, taqiq yoki garov bormi, shularni aniqlang. Agar uy meros bo'yicha qolgan bo'lsa, notariusga boring. Agar qo'shimcha qurilish qilgan bo'lsangiz, uni qonuniylashtirish imkoniyatini so'rang. Agar hujjatda xato bo'lsa, keyin tuzataman deb yurmasdan ariza bering. 4-qadam, kommunal hisoblarni ko'ring. Elektr, gaz, suv va boshqa xizmatlar bo'yicha qarzdorlikni tekshiring. Hisob raqam kimning nomida ekanini aniqlang. Agar eski egada qolgan bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qilib, nomini o'zgartirish tartibini so'rang. O'zingiz bilan kadastr, pasport, oldi-sotdi shartnomasi yoki egalik hujjatini oling. Agar hisoblagich ko'rsatkichida farqi bo'lsa, dalolatnoma tuzdiring. 5-qadam. Bank kartalari va kreditlarni tekshiring. Kartangiz muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma to'g'ri raqamga ulanganmi? Kreditda kechikish yo'qmi? Kafillik majburiyatingiz bormi? Bularni aniqlang. Kafil bo'lgan odamlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak. Siz o'zingiz kredit olmagan bo'lsangiz ham, kimningdir kreditiga kafil bo'lgan bo'lsangiz, uning kechikishi sizning kredit tarixingizga ham ta'sir qilishi mumkin. 6-qadam, jarimalar va majburiy ijroni tekshiring. Avtomobil jarimasi, sud qarori, aliment ijro hujjati yoki boshqa qarzdorliklar bor yo'qligini bilib oling. Agar qarz chiqqan bo'lsa, to'lab qo'yish bilan ish tugadi deb o'ylamang. To'lov tizimida yopilganini ham tekshiring. Ba'zan odam pul to'laydi, lekin ma'lumot yangilanmaydi. Shuning uchun kvitansiya, chek yoki elektron tasdiqni saqlang. 7-qadam. Ijtimoiy yordam oladiganlar mahallaga yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilsin. Oila tarkibi o'zgargan bo'lsa, bola tug'ilgan bo'lsa, kimdir ishga kirgan yoki ishdan chiqqan bo'lsa, nogironlik holati bo'lsa, daromad kamaygan bo'lsa, bularni hujjat bilan ko'rsating. Kerakli hujjatlar odatda pasport, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, daromad ma'lumoti, bank karta rekviziti. Tibbiy ma'lumotnoma va yashash manzili bilan bog'liq hujjatlardan iborat bo'ladi. 8-qadam, tadbirkorlar hisobchisi bilan alohida uchrashsin. Hammasi joyida degan umumiy gap yetmaydi.
aniq savollar bering. Soliq qarzi bormi? Hisobot topshirilganmi? Kassa to'g'ri ishlayaptimi? Ijara shartnomasi ro'yxatda bormi? Xodimlar rasmiylashtirilganmi? Bank aylanmasi bilan hisobot mosmi? Elektron fakturalarda uzilish yo'qmi? Agar biror joyda xato bo'lsa, il-ilgacha to'g'rilashga harakat qiling. 9-qadam barcha hujjatlarni bir papkaga jamlang. Pasport nusxasi, kadastr, shartnomalar, kvitansiyalar, bank rekvizitlari, soliq to'lovlari, kommunal dalolatnomalar, jarima to'lovlari, sud yoki notarius hujjatlari alohida saqlansin. Elektron variantini ham telefoningizda yoki xavfsiz bulut xotirasida saqlang. Lekin parollar va elektron imzoni hech kimga bermang. Yordam beraman degan odamga SMS kodni aytish eng katta xatolardan biridir. Men yana bir narsani alohida aytaman. Agar sizga noma'lum raqamdan qo'ng'iroq qilib, 1000 yilgacha hujjatingizni yangilamasangiz pulingiz kuyadi. SMS kodni ayting desa ishonmang. Davlat idoralari, banklar yoki soliq xizmati sizdan SMS kod, karta paroli, PIN kod so'ramaydi. Rasmiy ma'lumotni faqat rasmiy sayt, ilova, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli tashkilotning o'zidan tekshiring. Demak, 1 iyulgacha eng muhim ishlar shular. Shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Qarzdorliklarni yoping. Kadastr va kommunal hisoblarni moslang. Ijtimoiy yordam bo'yicha ma'lumotlarni yangilang. Soliq va tadbirkorlik majburiyatlarini aniqlang. Bank kartasi va telefon raqamingizni tartibga keltiring. Bu ishlar bir qarashda mayda ko'rinadi, lekin ertaga nafaqa, subsidiya, kredit, uy-joy, jarima yoki davlat xizmatida katta muammoning oldini oladi. Men sizga vahima qilishni emas, tartib bilan harakat qilishni tavsiya qilaman. Bugun yarim soat vaqt ajrating, hujjatlaringizni tekshiring. Kerak bo'lsa davlat xizmatlari markaziga boring. Savol bo'lsa mutaxassisdan yozma yoki rasmiy javob oling. Eng to'g'ri yo'l shu. Sizda qaysi masala ko'proq muammo bo'lyapti? Nafaqa, soliq, kadastr, kommunal to'lov, jarima yoki kreditmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday o'zgarishlarni oldindan bilgan odam vaqtini, pulini va asabini saqlab qoladi.